masalasi bo'yicha yo'q bizda. Aha, nima bo'lyapti? O'g'lim Rossiyada ishlaydi. Ancha o'g'il chiqib ketganga yaqinda keldida, shunga chorva qilsaymiz deb. Ismi nima o'g'lingiz? Javlon. Kim? Xushvaqt Javlon. Xushvaqt Javlon. Nima qilmoqchisiz? Chorva qilmoqchiman. Javlonga tushuntiring. Shartlar. Qaysi mahallasi? İzleseniz. Yo'q, so'raysiz. İşte ro'yxat bor, bittasi bizga ro'yxat bo'yicha, ikkinchi ro'yxat mahalla ro'yxati, il bo'yicha 5 yilda ko'ryapman. 2 yil o'zlarimdan. Agar jismoniy yuridik shaxs to'lagan bo'lsa, yuridik shaxsga 312 ish asosida 5 yil muddatga 100 million bo'yicha garovsiz beriladi. Siz jismoniy shaxs sifatida